Mahalla vatan ichra kichik vatandir. Zero uning obodligi, tinchligi, mamlakat farovonligi asosidir. Prezidentimizning 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori, mahallalarda aholining turmush farovonligini oshirish, kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarni yo'l xaritalari asosida xavfsiz hududga aylantirishda muhim dasturul amal vazifasini o'tamoqda. Uzoqni o'ylab qilingan qaror barcha mutasaddi idoralarning hamkorlikda ishlarni amalga oshirishini belgilab berdi. Qaror ijrosi yuzasidan mutasaddi idoralar bilan qo'shma qaror qabul qilinib, qarorga ko'ra viloyatda qizil toifaga kiritilgan 36 ta, sariq toifaga kiritilgan 115 ta, yashil toifadagi 3 ta og'ir mahallalar belgilab olinib, har bir mahallalarga yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Yo'l xaritalari ijrosi ta'minlash yuzasidan idoraviy nazorat o'rnatildi. Jinoyatchilikni yangicha uslubda tahlil qilish, ilmiy yondashuvlar asosida ish olib borish natijasida mahallalardagi kriminogen vaziyat yaxshilanib, jinoyatlarning oldi olinmoqda. Yana bir muhim jihat, jinoyatlar sabablarini mahallabay va sohabay muhokama qilish va ularni bartaraf etish borasida vakolatli davlat idoralari hamkorlikda ish olib borishyapti. Kriminogen vaziyati og'ir mahallalarda Milliy gvardiya, ichki ishlar xodimlari o'rinbosarlari nomma-nom biriktirib berildi. Idoralararo qo'shma qaror ijrosi yuzasidan viloyat prokuraturasi huzurida vazirlik, idoralarning malakali mutaxassislaridan iborat viloyat idoralararo muvofiqlashtiruvchi ishchi guruh shtabi tarkibi shakllantirilib, zaruriy shart-sharoit yaratib berildi. Ishchi guruh vakillari hamda kriminogen vaziyati og'ir mahallalarga biriktirilgan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Haftaning har payshanba kuni viloyat hokimi tomonidan hududda sodir etilgan jinoyat sabab va sharoitlari muhokama qilinib, ta'sir choralari ko'rilyapti. Viloyatda uzoq muddatga xorijga chiqib ketgan va qaytib kelgan shaxslarning hisobini yuritish hamda ular bilan ishlashda idoralararo hamkorlikni muvofiqlashtiruvchi ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ishchi guruh tarkibi prokuratura, ichki ishlar, kambag'allikni qisqartirish va bandlik, sog'liqni saqlash, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar, tashqi ishlar, maktabgacha va maktab ta'limi vazirliklari hamda davlat xavfsizlik xizmati vakillaridan iborat jamoa bilan shakllantirildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida migratsiyadagi fuqarolar bilan onlayn muloqot tashkil etilib, ularning murojaatlari tinglandi. Qayd etilgan muammolar yuzasidan tegishli mas'ullarga vazifalar yuklatildi. Mahallabay, xonadonbay, fuqaroboy tizimi asosida yetilik vakillari tomonidan so'rovnoma asosida xorijda bo'lib turgan va xorijdan qaytib kelgan mehnat migrantlari hamda ularning oila a'zolarining muammolari, ehtiyojlari joyiga chiqqan holda o'rganilib, hal etish choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, ularga ijtimoiy, huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatilyapti. Amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlardan ko'zlangan maqsad yurtdoshlarimizning davlatga bo'lgan ishonchi, hurmatini, vatan taraqqiyoti uchun daxldorlik hissini yuksaltirishdan iboratdir. Bo'ston mahallasini xotin-qizlar faoli bo'laman. Bizning mahallamiz juda ham katta mahalla bo'lib, 8000 ga yaqin aholi bor. Shulardan 3200 tasi ayollarni tashkil qiladi. Prezidentimiz chiqargan qarordan keyin bizda xavfsiz muhitni yaratish va mahallalarda jinoyatni oldini olish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Biz xonadonbay, fuqarobay, mahallabay ishlarini olib borib, yoshlarni alohida, ishsizlarni, ayollarni, probatsiya ro'yxatidagilarni, migratsiyadagi ayollarni, migratsiyadan qaytganlarni hammasini ro'yxatini tuzib, ishlash borasida alohida dastur ishlab chiqdik. Qayd etilgan jinoyat va huquqbuzarliklarni ilmiy yondashuv asosida o'rganish, ularning asl sabablarini aniqlash va bartaraf etish, har bir hududning o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqqan holda namunali hudud metodikasini yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Hududlarda huquqbuzarlik va jinoyatchilikning asl sabablari aniqlanib, ularni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Bugungi kunda jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi kurashish nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki boshqa idoralar va keng jamoatchilikning umumiylik ishiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu borada muhtaram prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashni milliy kengashining kengaytirilgan majlisida bir qator topshiriqlar berilib, kelgusida amalga oshirishi lozim bo'lgan va ustuvor vazifalar belgilab olingan edi. Shu sababli ham bugungi kunda Sirdaryo viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda barcha kuch va vositalarni jinoyatlarning oqibati bilan kurashga emas,
ularni keltirib chiqarayotgan tub sabab va omillarni aniqlab bartaraf etishga qaratilmoqda. Xususan, barcha toifadagi rahbar xodimlar mahallalarga hamda xonadonlarga tushib, jinoyat va huquqbuzarlik sodir etayotgan, shuningdek, jinoyat va huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar bilan fuqarovoy ishlash tizimini tashkil qilib, ularning muammolarini o'rganib, hal etish choralari ko'rilmoqda. Bugungi kunda qaror ijrosi doirasida mahallalarimizda har bir shahar tumanlarimizdagi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarimiz biriktirilgan bo'lib, ayollar bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarni oldini olish, huquqbuzarliklarni oldini olish, ularga qarshi kurashish borasida qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ko'p hollarda ayollarimiz tomonidan o'z huquq va majburiyatlarini bilmasliklari oqibatida ular jinoyatchilik ko'chasiga kirib qolish holatlari, shuningdek jinoyatdan jabrlanib qolish ehtimoli ko'p kuzatiladi. Mazkur holatlarni oldini olish borasida bugungi kunda biz viloyatimizning barcha mahallalarida ayollarimizni huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash maqsadida, ularni shu huquqiy madaniyatlarini oshirish maqsadida shu mahallalarimizda bosqichma-bosqich ayollar huquqiy maslahatxonalarini tashkil etmoqdamiz. Bunda barcha mutasaddi idoralarning, ya'ni sud, ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, adliya boshqarmasi va boshqa sohaviy xizmatlarning mutaxassislari ishtirokida xotin-qizlarimizni qiynab kelayotgan muammolar, qator masalalar o'rganib, ko'rib chiqilib, tegishli tartibda ularga maslahatlar berib borilmoqda. Ijtimoiy profilaktikani kuchaytirish orqali vaqtincha ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish, ish bilan band qilish, xavfsiz oila tamoyili asosida alohida ish tizimi yo'lga qo'yildi va bu o'z natijalarini berib, hudud ko'rsatkichlari yaxshilanmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar kirib bormagan soha va tarmoq deyarli qolmadi. Jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, mahallalarda osoyishta muhitni yaratishda raqamli texnologiyalar va yangicha ish usullari amaliyotga keng joriy etilayotgani esa o'zini to'la oqlamoqda. Xususan, mahallalardagi aholi gavjum joylar, ko'p qavatli uylarning hovlilari, ko'chalar, mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylari, savdo markazlari, bozorlar hamda maktab va maktabgacha ta'lim muassasalariga jami 1200 dan oshiq video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Mahallalardagi jami 1300 ta ko'p qavatli va yakka tartibdagi xonadonlar hamda 200 dan oshiq savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari texnik qo'riqlovga olindi. Buning natijasida mahallaga kim kelib, kim ketyapti, qanday begona odam yoki transport vositasi yuribdi, hammasini bilib olish va tezkor chora ko'rish mumkin. Shu bois mahallada jinoyatchilik va huquqbuzarlik salmog'i ham sezilarli kamayishiga erishilayapti. Raqamlashtirish va innovatsion yondashuvlar zamon talabi. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar esa mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va jinoyatchilikni jilovlashga xizmat qilmoqda. 264 ta namunaviy xavfsiz ko'cha va 660 ta namunaviy yo'laklar tashkil etildi. Xususan, ishlab chiqarilgan yo'l xaritaning ijrosi yuzasidan kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan va yo'l xaritalar ishlab chiqarilgan 127 ta mahallalar mas'ul rahbarlari tomonidan o'rganildi. Mahalla yettiligining ijtimoiy profilaktika sohasida bilimlarini oshirish maqsadida 32 ta o'quv seminarlari o'tkazildi. Ijtimoiy profilaktika tadbirlari davomida 14374 nafar shaxslarga xulosalar tuzildi va ularning 3146 nafarining muammolari ijobiy hal etildi. Qayd etilgan jinoyatlarning qariyb 30-40% kuzatuv kameralari va zamonaviy qurilmalar yordamida fosh etilyapti. Har bir mahallaning eng gavjum joylari, yirik savdo maskanlar, asosiy ko'chalar va kriminogen xavfi yuqori bo'lgan hududlarga kuzatuv kameralari o'rnatilib, navbatchilik qismiga va profilaktika inspektorlarining xizmat xonalariga integratsiya qilindi. Mazkur muhim hujjatda ko'rsatilgan vazifalar ijrosini ta'minlash natijasida raqamlashtirish jarayonlari va innovatsion yondashuvlarni yangi bosqichga olib chiqdi desak, haq gapni aytgan bo'lamiz. Mahallalarning barchasida yo'l xaritalari ishlab chiqilib, namunali xavfsiz ko'cha, namunali xavfsiz yo'laklar tashkil qilindi. Ko'p qavatli va yakka tartibdagi xonadonlar, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini domofonlar bilan jihozlash rejalashtirilgan bo'lib, hozirda bu ishlar qizg'in davom etyapti. Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining kirish-chiqish joylariga nazorat kameralarini o'rnatishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birgalikda fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida tungi chiroqlar qo'yilyapti.
ko'p qavatli uylarimiz yo'laklarida domofonlar, chaqiruv tugmalari qo'yilgan. Maktablar, bog'chalar oldida o'tish yo'lakchalari qo'yildi. Bolalarimizni xavfsizligi ta'minlandi. Bundan ota-onalar juda ham xursand bo'lishyapti. Albatta, tungi navbatchiliklar tashkil qilingan bo'lib, fuqarolarning xavfsizligi ta'minlangan. Biz mahallalarda xatlov jarayonlarini o'tkazdik. Xatlov jarayonlar doirasida biz migratsiyadan qaytgan profilaktika, propatsiya, og'ir toifada ro'yxatda turuvchi yoshlarimizni aniqlab olgan holda ular bilan individual ishlash uchun ish rejalari tuzdik va ish rejalar doirasida kerakli rahbarlarni biriktirdik. Biriktirilgan rahbarlar ular bilan sayyor qabullar o'tkazib, ularning oilasi bilan tanishib, har birini ish bilan bandligini ta'minlash doirasida kerakli o'zlari qiziqqan tashkilotlar bilan shartnomalar imzolab, ularning bandligi ta'minlandi. Hozirgi kunda men yoshlar daftari orqali 20 nafar yoshlarni daftariga qabul qilib, ularning 18 nafariga turli imtiyozlardan yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy ishlarni amalga oshirib kelmoqdaman. Ulardan 2 nafari hozirgi kunda jarayonda turibdi. 10 nafariga kontrakt to'lovlarining 50% gacha bo'lgan qismini qoplab berdik. 5 nafariga safarbarlik harbiy xizmatining 1 oylik badal pulini to'lab berdik. 3 nafariga xorijiy tillarni o'rganish uchun 6 oylik badal pullarini to'lab berishga erishdik. Mahallamiz yosh avlod uchrashuvlari, rahbar va yoshlar uchrashuvlari tadbirlaridan so'ng ular mahallamizda hech qanday jinoyat sodir bo'lmasligi kerak degan fikri, tuyg'ulari bilan kelajak uchun harakat qilishmoqdalar. Bu bizga nima beradi? Bu Prezidentimizning mana shunday chiqarib bergan muhim qarorlari mana shunday yoshlarimizni ruhlantirishga, mahallada jinoyatchilikni oldini olishga, mahallamiz ishsizlarni kamaytirishga hamda o'zlariga bo'lgan ishonchlarini oshirishga hissa qo'shadi. Eng asosiysi mahallada ishsiz holatni yo'q qilyapmiz. Prezidentimiz bir muhim gaplari bor. Bitta erkakni o'qitsang, bir kishini o'qitgan bo'lasan, lekin ayol kishini o'qitsang, butun bir oilani, butun bir jamiyatni o'qitgan bo'lasan, unga ta'lim bergan bo'lasan deganlaridek, biz ayollarni ko'proq o'qishga, kasb-hunarli bo'lishga undayapmiz. O'zini o'zi band qilib, oilasiga daromad olib kelmoqda ayollarimiz. Yoshlarni bilim olishga chorlashimiz, ayollarni, ishsizlarni ishga, kasbga joylashtirishimiz mahallalarda kriminogen vaziyatlarni yaxshilashda zamin yaratyapti. Hududimizdagi ayollar, ayniqsa yosh xotin-qizlarimizni monomarkazlarda o'sha milliy qadriyatlarimizga mos bo'lgan holda mana shu kashtachilik, kasanachilik, turli xil hunarmandchiliklar, ya'ni zardozlik va boshqa o'sha milliy an'analarimizga mos ravishda kasb-hunarlik qilishlari bo'yicha o'z yo'nalishlarini topishlarida yordam bermoqdamiz. Bunda ilg'or mahallalarimizning tajribalarini boshqa mahallalarimizga ham joriy etish orqali qizil turdagi mahallalarimiz yashil turdagi mahallalarga sekin astalik bilan bosqichma-bosqich o'tib bormoqda. Farmonga muvofiq e'lon qilingan afv etilganlar orasida sirdaryolik fuqarolar ham bor. Ushbu shaxslarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, ularning foydali mehnat bilan shug'ullanishlari, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda o'z o'rnini topishlariga ko'mak berish uchun qator profilaktik ishlar tashkil etilyapti. Prezidentimizga rahmat. Muddatdan oldin ozodlikka chiqib keldim. Mahallamiz o'rganib ko'rishdi. Minnatdorman, rahmat. Yerlarim bor, dehqonchilik qilaman. Kuni kecha probatsiya bo'limi hisobida turgan jinoyat sodir etish xavfi yuqori bo'lgan nazoratdagi shaxslar ishtirokida tadbir tashkil etildi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, viloyat prokurori qatnashib, ishtirokchilarning muammolari, murojaatlari o'rganildi. Xorijda uzoq muddatda bo'lib qaytgan 7000 dan oshiq shaxslarning oilaviy sharoitlari va muammolari o'rganilib, ularga ijtimoiy yordamlar ko'rsatildi. Bundan tashqari, ilgari sudlangan 120 nafar shaxslarning bandligi ta'minlandi hamda 64 nafarining ijtimoiy muammolari ijobiy hal etildi. Yuqorida amalga oshirgan profilaktik tadbirlarimiz natijasida viloyatimizda joriy yilning 1-choragi yakuniga ko'ra 193 ta mahallalarda umuman jinoyat sodir etilmadi. Hozirda viloyat prokuraturasi hamda boshqa tashkilotlar bilan birgalikda joriy yil 2-choragi uchun viloyatimiz mahallalarida kriminogen vaziyatini barqarorlashtirish bo'yicha mahallalar, tuman shaharlar hamda viloyat xaritalari ishlab chiqib, 2-chorak uchun ham
aniq va manzilli chora tadbirlarni belgilab oldik. Navbatdagi xizmat oldi yo'riqnomada har bir qatnashchiga aholi osoyishtaligini saqlash, kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlashga qaratilgan aniq vazifalar yuklatildi. Shuningdek, xizmat intizomi va qonuniylikka amal qilish muhimligi ta'kidlandi. Jarayonda ijtimoiy profilaktika dasturidan foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratilib, bu boradagi ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Hududlarda xavfsizlikni ta'minlash muhimligi aytib o'tildi. Profilaktik tadbir doirasida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan aholi ko'p to'planadigan joylar, savdo maskanlarida o'g'irlik, kiberjinoyat, firibgarlik kabi qonunbuzarliklardan ogoh bo'lish kerakligi targ'ib qilindi. Bundan tashqari, ushbu maskanlarda kuzatuv kameralarining ishlashi, fuqarolar kirib chiqishida nazorat o'rnatilganligi tekshirildi. Shuningdek, probatsiya guruhi nazoratida jazo muddatini o'tayotganlarning belgilangan tartibga amal qilishlari o'rganildi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan reydlarda qoidabuzar haydovchilar aniqlanib, keskin chora ko'rildi. Yoshlar bilan o'tkazilgan 1109 ta tadbirlar davomida 7 nafar yoshlar kasb hunarga o'qitildi, 35 nafar yoshlarning bandligi ta'minlandi, 165 nafar yoshlarning ijtimoiy maishiy muammolari hal qilindi. Shuningdek, 7 nafar yoshlarning sog'lig'ini tiklashga ko'maklashildi. Mazkur tadbir davomida qaror ijrosiga mas'uliyatsizlik bilan yondoshgan 24 nafar mansabdor shaxslarning intizomiy javobgarlik masalasi hal qilindi hamda 2 nafar mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida ishlar qo'zg'atildi. Shuningdek, tezkor boshqaruv tizimining 102 xizmatiga kelib tushayotgan oilaviy nizolar bilan bog'liq murojaatlar bir sutkaning o'zida huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mahalla yettiligiga vakillari bilan hamkorlikda xonadonlarga borilib, ularning muammolari o'rganilib, joyida hal etish tizimi yo'lga qo'yilganligi hamda huquqiy yordamlar berilayotganligi sababli joriy yilning 3 oy davomida oilaviy turmush doirasidagi jinoyatlar qariyb 3 barobarga kamaydi. Bundan tashqari, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish maqsadida boshqa sohaviy xizmatlar kabi tergov boshqarmasi va uning quyi bo'linmalari xodimlari tomonidan har payshanba, ya'ni huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni doirasida davlat tashkilotlari, oliy ta'lim muassasalarida, bozorlar va savdo komplekslarida fuqarolar o'rtasida bugungi kunning dolzarb mavzusiga aylangan kiber jinoyatlarning qurboniga aylanib qolmasliklari, yot g'oyalar ta'siriga tushib qolmasliklari hamda giyohvandlik va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olish va mazkur jinoyatlarning insonlar hayoti uchun salbiy jihatlarini aniq misollar orqali yetkazib borish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Shuningdek, muhtaram prezidentimiz tomonidan Korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashining kengaytirilgan majlisida berilgan manzilli topshiriqlardan kelib chiqqan holda bugungi kunda tergov bo'linmalari tomonidan tergov qilinayotgan jinoyat ishlari doirasida tezkorlik bilan jinoyatlarni keltirib chiqaruvchi obyektiv va subyektiv sabablarni o'rganish va kelgusida bu kabi holatlarga yo'l qo'yilmasligi yuzasidan qat'iy choralar tadbirlar belgilanib, manzilli taqdimnomalar kiritilishi hamda mazkur taqdimnomalarda tergovchi va surishtiruvchilardan shaxsan o'zlari ishtirok etilishi ta'minlanmoqda. Men Guliston shahar Do'stlik mahallasining raisi bo'lib ishlayman bugungi kunda. O'tgan yil Sariq mahalla edim, bu yilgi hisobidan mana Yashil mahallaga o'tdim. Muammolarimiz hal bo'layotganligi, mahallamiz kameralashtirayotgani, xalqimizning muammolarini hal bo'layotganligi bugungi kunda ko'rinib turibdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, prezident qarori asosida ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida hududlardagi qizil toifaga kiritilgan mahallalar keskin kamaydi. Prezident qarorining asl maqsadi ham ana shunda. Jamiyatning quyi bo'g'ini mahallada tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlikni ta'minlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.